Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi uyimizni eshik derazalarini, ustanobkalarini tugatdik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Buloqboshi tumani Kalmahalla qishlog'iga o'rnatildi. Bu ishimizni bu xonadonimizga jami tashqarilariga 5 dona deraza, 2 dona eshik, ichkarilariga 3 dona eshik, 3 dona MDF eshik derazalar o'rnatdik. 2 dona podol eshiklarimiz, orqasiga 3 dona fortichka. Bu ishlarni sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman. Bu ishlarimizni Akfa'ning originaldan Dukmokkosidan tayyorlab berdik. Mana qadrli kuzatuvchilar, ishimizni ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Bu derazalarimiz razmerlari, enlari 1,5, bo'yi 1,60, 1,52, 1,60. Bu ishlarimizni sizlarga yaqindan tanishtirib o'taman. Eshiklariga keladigan bo'lsak, eshiklari balkon profil, katta profillardan bo'lgan. Xudo xolasa mana ishimizni choylarni ham bemalol ko'rishinglar mumkin. Chiroyli holatda keltirilgan choylari. Zamonlarga keladigan bo'lsak, zamonlari ham mana original o'ziniki katta balkon profilli katta zamonlardan qo'yilgan. Girobkalari ham go'zal holatda. Ishimizning ichki tomonlari mana bu derazamizning ichki tomonlari podokonilarni ham qo'yib chiroyli qilib joylab berdik. Ruchkalari ham pechat, har doimgidek hamma yo'q original holatda. Ochilib yopilishlik robkalari ham yengil. Mana bu MDF eshik derazalarimiz ichki holatiga qo'yilgan. Bu MDF'larimizning razmerlari 1,30 ga 1,60 derazasi. Eshigimiz razmeri 1,20 ga 2,30. Qadrli kuzatuvchilar, yana bitta yangiligimiz bor. Mana shu ko'rgan Yevro remontlarda uni shu xonadonni bitkizgan patolog, Yevro remont hammasini qilgan ustalarimiz ham nomerlari bor. Bu nomerlarni ham videomiz oxiriga yozib nima qilib qo'yamiz. Kim shu patolog, Yevro remontlariga qiziqishlar bo'lsa, xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Mana bu navbatdagi tomonimiz. Bu tomonimizni ham ichkarilarini ko'rsatib o'taman. Bu ishimiz ham mana romlarimiz Dukmokko material, oynalari 1 qavat, zamonlari bir xil holatda katta zamonlar, eshiklari balkon profil, katta profillarda qilingan. Ochilib yopilishlik robkalari ham go'zal holatda. Bu ichki tomonlari, qadrli kuzatuvchilar. Mana bu navbatdagi xonamizning ichki tomoni. Bu tomoniga 2 ta eshik, 2 ta deraza o'rnatildi. MDFdan bittasi mana yakka qanot, bir qanotli 90 ga 2,30. Derazalarimiz razmeri bir xil holatda 1,30 ga 1,60. 2 qanotli eshigimiz ham razmeri 1,20 ga 2,30. Navbatdagi derazaning ham razmeri 1,30 ga 1,60. Endi bu ishlarimiz narxlariga keladigan bo'lsak, birma-bir aytib o'tib ketaman. MDF derazalarimizning narxlari 1,400,000 so'mdan to'g'ri keldi. 0,8 qalin MDFda 2 qanotli MDF eshigimizning narxi 2 million so'mga to'g'ri keldi. 1 qanotli MDF eshigimizning narxi 1,700,000 so'mga to'g'ri keldi. Xudo xolasa
ishlari juda ham chiroyli holatda. Mana zamonlari ham original Kraft, original zamonlardan, kalitlari ham 5 talik. Ochilib yopilishlari ham juda ham yengil holatda. Rezinkalarni ham mana qo'yib, chiroyli holatda ligirovka qilib qo'ydik. Mana qadrli kuzatuvchilarimiz, bu navbatdagi akfa romlarimiz. Bular ham hamma yo'g'i original holatda. Ochilib yopilish ligirovkalari go'zal holatda. Xudo xolasa xizmatlar bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Yana qaytarib o'taman, yana mana shu tepa patologlarda qilgan, yevro remontlarda qilgan ustamizning nomerlarini ham tashlab qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqarasizlar.